Do'stlar, bu videoda sizlarga mana shunday aksiyalarda topishlikni o'rgataman. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, bir kunda 620% yurgan va 2 kun davomida 1000% yurgan aksiyani ko'rishingiz mumkin. Bemalol o'zingiz ham TradingView sayti orqali mana ko'rishingiz mumkin. Bir kunda 638 shu 20% atrofida. Xo'p, opshiyda bo'lsa ko'rishimiz mumkin 1000%dan balandroq yurgan. Mana shunaqangi aksiyalarda topishlikni hozirlarga yo'l yo'rig'ini ko'rsatib o'taman. Sizlar demak bu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, qaysidir videoda 1000 ta yoki bo'lmasam undan ko'proq like bosib, kommentariyasini bomba qilib bergan bo'lasizlar va buning uchun sizlarga albatta kattakon rahmat deyman. Agarda o'sha videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, borib boshqa platformalarni ham ko'rib o'rgansangiz, manfaatli narsalar bo'lgan. Va nima deyman, agarda bu video sizlarga manfaat berib, foyda bersa va bu video like 5000 ta bo'lsa, 5000 ta bo'lsa va kommentariyasi 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, yana shunaqangi moshni, tishni kavagida saqlab yuradigan deydi-ku, o'shanaqangi strategiyadan, o'shanaqangi platformadan yana sizlarga ko'rsataman. Xo'p, qani ketdik do'stlar. Buni qanaqa kompaniya deydigan bo'lsak, nima sababdan bunaqa o'sdi deydigan bo'lsak, bu birinchi navbatda penny aksiyasi edi. Mana 46 sent bo'lgan. 46 sent atrofida bo'lgan. 63 sent bo'lgan ekan va hozir 7 dollargacha chiqibdi. Va hozirgi narxi 3.5. Ya'ni tepadan o'sha yaxshigina narx tashagan. Mabodo ko'rmay qolib, ushab turib mana qilgan taqdiringizda ham mana bu yerda sotib olishning imkoniyatlari bo'lgan bemalol. Ya'ni bu kunlik candle bo'lganligi uchun birinchi kunda o'zida mana bu yerda yopilgan bo'lsa 374 da, keyingisida mana bu yerda yopilgan 581 da, keyin sekin tushgan, bemalol moment bo'lgan yopib olishlikka. Shu o'rtada yopganingizda ham mana 66 atrofida mana bu nuqtalarda yopganingizda ham 600% da bemalol ushlagan bo'lardingiz. 600% dan balandroq. Mana. Hozirgi holat qancha? Shu bitta chiqib tushgan holatida ham 414% da. 414%. Nima bo'ldi bu aksiyaga? Nimaga bunaqa darajada otib tashladi? Mana narxini ko'radigan bo'lsangiz, mana kichkina bo'lib kelgan, bitta keyin narxi otgan. Bunga sabab bu kompaniya healthcare sektorida, ya'ni sog'liqni saqlash sektorida. Va sog'liqni saqlash sektorida kompaniyalar asosan yurishini sababi bor. Bu yurishni sababi ular Amerikaning FDA degan tashkiloti bor. Mana shu tashkilotdan ruxsat olishligi, patent olishligi yoki bo'lmasa o'sha patent olishlikda darajalari bo'ladi. Phase 2, Phase 3 degan narsalar bor. Mana shu darajalarga o'tishligi. Ana shu darajaga o'tishligi bu kompaniyaning produktasi aytaylik biror bir kasallikka davo beradigan yaxshi bir dori vositasi keyingi bosqichga o'tdi va keyingi bosqichdan keyin aytaylik yoki bo'lmasa birato'la patent oldi, bo'ldi, bu dorini sotib endi yaxshigina daromad qilishi mumkin. Penny stock kichkina kompaniya bo'ladi odatda. Kichkina kompaniya endi yaxshigina daromad qilishi mumkin degan holatda buni narxi ko'tariladi. Xo'p, endi o'sha yangiliklarda mana bu yerda ChatGPT ga yozdim. Menga oxirgi kundagi top 5 ta o'sha penny stockni chiqarib ber dedim. Top 5 ta penny stock chiqarib ber dedim. Mana bu yerda mana o'sha Pro aksiyasini ko'rishimiz mumkin. Pro Kidney adashmasam jigar edi. Jigarga taalluqli demay nimadir chiqargan bular. Ya'ni bu yerda mana chronic kidney disease. Chronic adashmasam bu takrorlanib turuvchi degan ma'noda, takrorlanib turuvchi jigar kasalligi, balki bu bilmayman, bizda gepatit A, B, C deydi-yu, ya'ni sariq kasal deyshadi-yu. Ana o'sha kasallikka, balki shunga o'xshagan kasallikka, xullas jigardikiga davo topildi deyapti. Mirum kompaniyasi. Surgit Staggering 236% вообще. For oral live marty for cholesterol. To'g'risi hamma aytaylik medical, ya'ni tibbiyot terminlarini bilmashim mumkin, lekin og'izda nimasidir deyapti. Live Marley nima degani bilmayman. Xo'p, men bu ham Phase 3 ga o'tgan va juda qiyin. O'sha aytyapman, terminlarini to'laqonli juda yaxshi bilmaganim uchun sal qiynalyapman tushunishlikka, lekin
har bitta aksiyani shuni o'qib qarab chiqsangiz bo'ladi. Nima ma'noni bildiradi? Nima anaqa bo'lyapti bu yerda? O'shandan prokni yozdik, mana chiqdi. Endi uni qayerdan bilamiz deydigan bo'lsak, mana Twitterga kirsangiz, Twitterda shu narsani mana o'zi chiqarib beradigani bor. Phase 2, Phase 3 larga kvartal 3 2025-yil uchun berib qo'ygan mana. Qaysi aksiyalar Phase 2, Phase 3 ga o'tishlik darajasida turibdi. Hop, bu yerda mana yana bitta xuddi shunaqangi Biopharma Catalyst degan veb-sayt bor. Mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana veb-saytiga tayyor kiramiz do'stlar. Veb-saytiga kirsak, mana u yerda tayyor berib qo'ygan. To'g'ri, buni to'liq formatda ishlatishingiz pullik. Lekin bepul formatda ham ishlatsanglar bo'ladi. Bepul formatda ham ko'rib, o'rganib, qarasanglar bo'ladi. Qanaqa holatda turganligi mana 2 da, 3 da bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Endi bu yog'ini to'lig'ini deyapti, pulga sotib ol deyapti. Sizga shunisi ham yetadi. Agarda pulingiz bo'lsa, bemalol sotib oling. Sotib olishlik unaqangi qimmat emas. Adashmasam $25 oyga shunaqa. Yearly emas, monthly. Unlimited Catalyst, ya'ni 1300 tadan ko'p bo'lgan Catalyst'ni chiqarib beradi. Hop, $25 oyga. Bemalol mana ko'rib olishingiz mumkin. Bu $50 ekan o'sha. Keyingisiga o'tamiz. Biotech IQ yoki bo'lmasam Biofarm IQ. Mana yozib qo'ygan. Biotech FDA Catalyst Database. Mana kirib ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham mana tayyor yozib qo'ygan. Phase 2, Phase 3, Phase 2B. Mana yana boshqa anaqalarni bergan. Aksiyalarda tikkerlarini bergan. Bu adashmasam market cap va qaysi dorini ishlab chiqarayotganligi, Catalyst sanasi qaysi sanada bo'ladi? Mana July 22, ya'ni ertaga bo'ladigan approval decision. Mana bunda bo'lib turibdi. Hozir biz 21-da o'tiribmiz, 21-iyulda. Mana bular keyingisi mana 23-da bo'ladi, 27-da bo'ladi. AZN. Xo'p, misol uchun mana AZN ga kiramiz. AZN. Xo'p. Shu mana kutilib turibdi. Bu penny emas ekan. O'rtoqlar. Narxiga e'tibor bermay qolibman. Narxiga e'tibor berib, arzonroq bo'lganini topib kiraverasizlar. Misol uchun mana bu CRDF misol uchun arzonroq, shunga kirsa bo'ladi. Mana IXHL boshqa videolarda ko'rdik. Narxi yaxshigina o'sib ketgan. Sizlar bilan bozor sentimenti bo'yicha videolarda ko'rgan edik. Mana market kapitalizatsiyasi qanaqa kichkinaligini ko'rdingiz. 57 million. Atigi 57 million. Mana shu do'stlar, shu yerda topasizlar qaysi aksiya qachon chiqaradi, bunisiga o'tasiz yoki bunisiga o'tasiz. Qachon ma'lumotini chiqaradi, o'sha ma'lumotni kuzatib o'tirasiz. Mana tayyor Catalyst deydi, tayyor berib qo'ygan. Nima bo'ladi? Shu bo'yicha albatta o'rganib chiqishinglar kerak. Bu yerda bitta video bilan u bo'ladi, bu bo'ladi emas. Chunki bu yerda bu dorini tarixini o'rganish kerak. Bu kompaniya oldin aytaylik u narsadan o'tganmi, o'tmaganmi, nimadir muammosi bormi, buni aytaylik raqobatchilari bormi, shu narsalar albatta o'rganilishi kerak. Lekin tayyorgina mana Catalystni topishlik, qaysi aksiyalar o'sha yurib berishi mumkinligini topishlikda oson joyi shu. Qolgan joyini baribir siz izlanib, o'zingiz ustida ishlab, research degan narsa bor. Mana shu narsani qilishligingiz kerak. Bu narsani ham qaysidir ma'noda penny stock bilan, to'g'ri ChatGPT bilan qilishingiz mumkin. Menga xo'p iyul 2025-yilda FDA tashkilotidan yaxshi yangilik chiqarishi mumkin bo'lgan penny stock aksiyalarga tavsiya ber. Ya'ni iyul oyida 2025-yilda chiqishi mumkin bo'lganlari. Bu shu narsani analiz qiladi, o'rganadi va chiqarib beradi. Adashmasam shuni ko'rdikmi hozir? Mana Ripple aksiyasini ko'rsatib turibdi.
ongoing holatida 22-kuni chiqadi, ertaga chiqadi. Qani edi? Keyingisi PMN aksiyasi. Xo'p, Niggen aksiyasi ekan. Microbot Medical, Cogentix Medical, Catalyst ERP plus one Nivolumab, BLA tasdiqi. Wow. Aytyapman, o'sha ba'zi so'zlar, terminlarda xato o'qishim mumkin yoki tilim jingalak bo'lib ketishi mumkin. Shu sababdan uzr so'rayman. Expanded Access Protocol. Qo'shimcha klinik bosqichlar, kutilayotgan klinik yangilanadi. Ko'rib turganingizdek, tayyor narsalar chiqarib beryapti. Shunda kirib ketib qolmang. Bittasini olasiz, yana tahlil qilasiz davomiga. Yana tahlil qilasiz. Buni aytaylik raqobatchilar yo'qmi? Buni bunaqasi yo'qmi? Buni unaqasi yo'qmi? Xo'p, bu narxga chiqishligiga, buni narxi qancha taxminan kutilyapti? Texnik holatini ochib ko'rasiz va shu bilan umumiy holatda xulosa qilib keyin kirasiz. Bo'ldi, ChatGPT berdi, mana bu top berdi, men o'zim endi qiynalmayman deb turib, shundoq kirib ketmang. Albatta tekshiring, izlaning. Sal bo'lsa-da o'zingiz ham nima desam bo'ladi, ustida o'ylanib, fikrlab, tahlil qilib keyin kirganingiz yaxshi. Ko'r-ko'rona kirib ketmang. Bu narsalarni o'rgatmaganman shuncha paytdan beri, sababi riski baland. Shu qiynalmasligingiz uchun men shu narsalarni topib ko'rsatyapman, lekin riskovat qilib shunday bitta videoni ko'rib turib kirib ketib olmang. Albatta o'rganing, izlaning. Biror bir kompaniya, mana sodda qilib aytganda Ripple aksiyasi nima aksiya o'zi, nima kompaniya u? Mana bu yerda bo'ldi, shu kichkinagina ma'lumotga asoslanmasdan kirib o'qing uni. Ripple kompaniyasi misol uchun aytaylik, o'sha men bu misol uchun aytaylik FDA dan oladigan yangiligi bo'yicha tarixi qanaqa? Birorta bir minusi bo'lganmi yoki yaxshi olib kelyaptimi? Bunga analistlarda yoki treyderlarda, investorlarda fikri qanaqa holatda turibdi degan savollar bilan o'zingiz topa olmasangiz ChatGPT bilan ishlang shu narsani. Shunda yana ham osonroq bo'ladi va ko'rib turganingizdek yaxshi bo'lgan aksiyalarni topasiz. Mana tepada ham yozib ko'rsatganim Prog kompaniyasi, yana boshqa kompaniyalar ham, bular hammasi o'rtoqlar. Mana ko'rib turganingizdek Catalystda mana Prog, yana boshqalar 236% yurgan, 100% dan yuqori yurgan, 300-400% gacha yurib ketganlar, mana hammasi healthcare sektorida. Ya'ni shu yerdan bemalol o'shalarni topib chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Oddiygina cho'zib o'tirmayman, qisqa, lo'nda, tushunarli bo'ldi. Phase 1, Phase 2, Phase 3 nimaligini balki keyingi videolarda chiqaraman yoki ChatGPT bilan o'rganib olishingiz mumkin. Albatta siz ham tahliliy qobiliyatingiz sal bo'lsa-da oshadi shunda. Bu videomiz tugadi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa do'stlar, yana takrorlab o'taman. Like, kommentariy bosing. Bu video 5000 ta like yig'adigan bo'lsa va 1000 ta kommentariy yig'adigan bo'lsa, bundan ham yana zo'r aytaylik, sizlarga platformalarda kandidatlarni topishlikni o'rgataman yoki mana shuni yana ham to'liqroq tushuntirib berishim mumkin. Phase 1, Phase 2, FDA nima, mana shu to'liq tushuntirib berishim mumkin. Bu sizlarni qo'linglarda. Ya'ni 5000 ta like, 1000 ta kommentariy. Shundan keyin video chiqadi. Va qaysi birini so'raysizlar, o'shani ham kommentariyada yozib qoldirsanglar yaxshi. Buni chiqar yoki shuni davomi bo'lsin desanglar, o'sha narsani qilaman. Faqat 5000 ta like, 1000 ta kommentariy va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu video tugadi. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha. Do'stlar, ko'pchilik men bilan birga savdo qilishlikni yoki meni jamoamda ishlashlikni xohlaydi, lekin hammani ham baribir ofisimga sig'dira olmayman, hammaga ham birgalikda ishlashlik imkoniyati bo'lmaydi. Lekin mana shu narsani biz onlayn formatda yo'lga qo'ydik. Ya'ni biz Nurinvest jamoasi bilan birgalikda onlayn community, onlayn gruppa tuzdik Telegramda. Siz ham bu Telegramga qo'shilishingiz mumkin. Bunda siz Nurinvest obuna boti orqali kirib turib, o'sha yerdan qo'shilasiz va Nurinvest gruppamizga qo'shilasiz. U yerda hozirda 500 dan ortiq bo'lgan insonlar bor. Ular bilan biz swing savdolar, prop shotlar, penny aksiyalarda savdo qilyapmiz birgalikda va jonli muloqotlar ham bo'lib turadi do'stlar. Va u yerda 5%, 10% dan tortib natija 200% gacha o'sgan aksiyalarimiz bor. Har oyda oylik hisobotni chiqarib boryapmiz va sizni ham o'sha gruppada kutib qolaman.